Norvegiyalik futbolchi klub bilan shartnomasini 10 yilga uzaytirgandi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland Angliya Premyer Ligasida o'ynayotganidan xursand ekanligini aytdi. Norvegiyalik 25 yoshli futbolchi shaharliklar bilan shartnomasini 10 yilga uzaytirgani haqida ham gapirdi. Rahbariyat bilan bo'lgan suhbatlarim va kelgusi yillardagi rejalarim tufayli kelishuvni uzaytirishga rozi bo'ldim. Klubning bir qismi bo'lishni xohlardim. Bu yerda xotirjam, diqqatimni jamlaganman. Muhimi, juda baxtliman. Rivojlanish uchun juda yaxshi joy. Angliya futbol mamlakati. Bu ligada o'ynash boshqa daraja, dedi Haaland. Avvalroq u APLda gollari soni bo'yicha 100 lik dovonni bosib o'tgandi.